qo'rqoqroq bo'ladi. Erkak. Sal duxiyoroq deylik, qo'rqoqroq bo'ladi va unga Alloh taolo soliha juft nasib qiladi. Soliha juft degani yutdi degani-da u odam. Soliha juft ham bilimli, ham kuchli ham bo'ladi-da u. Keyin ikkita mahalla narida ikkita uy narida to'y bo'layotgan bo'ladi. Er chiqmaydi. Nimaga? Endi erkaklar ko'rib o'sha ishdan shunaqa joylarda sal cho'chiydi. Yuring, odam. Ayol aytadi. Boringizmi? Endi ayoliga qo'rqqanini bildirmaydi. Boring kelmayman deydi. Lekin ayol sezadi. Nima qiladi? Boradi-yu, mana yaxshi ko'rgan kiyimlarni, zo'r kiyimlarni dazmollab tayyorlab qo'ying, keyin chiqinglar desa. Endi qo'rqqan bildirmaslik kerak. Haligi chiqadi, qo'rqib chiqsa darvozadan kirishga erkaklar qator o'tirgan bo'ladi. Endi bu o'tirgani joyi. Hali erkaklar bitta xo'mrayib qaraganda ozgina qo'rqib turganda ayoli ham yog'ini yopilib kirib keladi. Dadasi menga o'rib kech qoldim. Ozgina kech qoldim, bir boshqa qonga uzr deb kurs qo'yib ketadi.